Samarqand viloyati Toyloq tumanidagi logistika markaziga tegishli bir nechta yuk mashinasi yoqib yuborildi. Holat 28-noyabr kuni kechqurun yuz bergan. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, yuk mashinalarini yoqib yuborgan 40 yoshli erkak va uning 20 hamda 18 yoshli ikki o'g'li qo'lga olingan. Ta'kidlanishicha, ota oldindan o'ziga tanish bo'lgan logistika markazining ikki haydovchisi bilan o'zaro kelishmovchilik sabab janjallashib qolgan. Janjaldan keyin esa u farzandlari bilan borib, ikki haydovchi boshqaruvidagi yuk mashinalariga benzin sepib yoqib yuborgan. Kunuzga ma'lum qilinishicha, yongan furalardan biri yaqinida farmatsevtika mahsulotlari to'la bir nechta yuk mashinasi turgan bo'lgan. Yaxshiki, yong'in tezda bartaraf etilgan. Aks holda zarar bir necha million dollar atrofida bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ota-bolalarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Ayni vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.